har bitta xonadonda xonani o'sha yotoqxonasida hammomi ham bor, tualeti ham bor. Ana yoshlar shunga qoniqmaydi ham, yashasa yashaydi, yashamasa Alloh xabar ketdim deb bitta bola bilan ketadi, yo bola bo'lmasdan oldin ketadi. Qiyinchilik ko'rmayapti. Qiyinchilik umuman yo'q, qarang. Men sizga hozir aytib bersam, biz kelin bo'lib kelganimizda o'choqda ovqat qilardik. Samovarga choy qo'yardik. Hozir qarang, sharoit shunaqa yaxshi. Kir moshina bo'lgan sizda? Yo'q. Yo'q. Menda qo'limda 18 yil qo'limda kir yuvganman. Borib qulpinay ekardik, chopardik. Ertalab azonda turib 2 tandir non yopardik. Ketmonni olib dalaga borardik. 2 ta sigir sog'ardik. Qozonga sutni pishirib qattiq qilardik. Qonimda bola. Traktor ketadi, men tarvuzni olib otaman. Joningiz sog' bo'lsin. Bolam, men sizga gapirsam o'tardi, ko'rdingizmi? Rahmat.